Diqqat! Aholiga qo'shaloq xushxabar. O'zbekistonliklarga endi 120 million so'mdan pul beriladi. Kontraktda o'qiyotgan talabalar esa grantga o'tishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling, o'z hovlisiga uy qurmoqchi yoki ta'mirlamoqchi bo'lgan fuqarolarga 120 million so'm kredit beriladi. Endilikda mahalla yettiligi tavsiyasi asosida o'z hovlisiga uy qurmoqchi yoki hovlisini ta'mirlamoqchi bo'lgan fuqaroga 120 million so'm miqdorida ipoteka krediti ajratiladi. Bunda kreditni 15% hamda dastlabki 5 yil ichida foiz stavkasini 6% gacha bandi davlat byudjetidan qoplab beriladi, deyiladi xabarda. Xushxabar, endi yaxshiroq o'qigan talabalar kontraktdan byudjetga o'tishi mumkin. Kontrakt asosida o'qiyotgan talabaning ilm darajasiga qarab kontraktdan byudjetga o'tkazish belgilandi. Yaxshi o'qiyotgan talaba kontraktdan byudjetga o'tadi. A'lo darajada o'qiyotgan talabalar esa byudjetga o'tishidan tashqari ularga byudjetdan grant asosida har oy pul beriladi, deyiladi xabarda.